sizlar bilan bugungi короче Joker Minecraft bugungi videoda sizlar bilan artefakt haqida istofakt. Hop, keyin yil oxirigacha biz 700 mingta bo'lishimiz kerak yoki 1ta qaramasa ketdi. Artefakt to'liq ismi Hasan. Artefakt familiyasi Mansurov, keyin uni qishlog'i uni ukasi bo'ladi. Ukasining familiyasi Mansurov. Artefakt 2007-yil, u hozirda 17 yosh. Artefakt YouTube kanalini 2023-yilda ochgan, 15-iyunda video qo'yishi boshlagan. Ko'rishlarni anaqasi nechta odam ko'rishi, uni 90 millionga yaqin odam ko'radi. Artefakt zerikanda o'zini bola uzr esimdan chiqib qoldi. Artefaktga ikkinchi kanali ham bor. Hop, keyin uni nomi bitta nimadir. Bola bitta ekan. Artefakt hop ikkinchi kanalini nechinchi-yil ochgan va 2024-yil ochgan va 20-martda ikkinchi kanaldagi odamlar uni nechta odam ko'rishini aytaman hozir. Uni odamlarda 7 million odam ko'radi. Artefaktga Instagram kanali ham bor va Instagram kanalida 14 mingtaga yaqin odam ko'radi. Men oxirgi marta qaraganimda 14 mingta edi. Artefakt 200 mingta bo'lishini o'zini sinfdoshlari bilan kutib olgan. Artefakt YouTube kanaliga qanaqa videolarni olib borishi o'zi ko'rsatgan. Artefakt ikkinchi kanalini BTV kanalida 3 ta odam hop oboradi, короче, obunachilarga. Hasan o'zi bola, ya'ni qoldi. Artefakt Telegram kanalida o'zini xonasini ko'rsatgan. Artefakt montaj qilish uchun 1-2 kun sarflaydi. Minecraftga 400 mingta obunachi kelgandan keyin sotib olgan. Artefaktga Minecraftda o'zini serveri ham bor. Serveri nomi Baystin. Artefakt 400 mingta obunachini 3 yilda yig'gan. Artefakt Sirdaryo короче tug'ilgan. Hasan bilan qishlog'i o'zi bir-biriga o'xshaydi. Ham qishlog'i bir-birini o'shaning uchun yopib gapiradi. Artefakt ishlatadigan modlarini o'zini Telegram kanaliga tashlab qo'yadi. Artefakt yana bir bor. Artefakt video o'tganda ko'proq xato qiladi. E'tibor bersanglar. Videoda artefakt haqida istofakt bo'ldi. Biz yil oxirigacha 700 mingta bo'lishimiz kerak. Yana azgacha qoldi. Yana kim haqida istofakt chiqsin, kommentariyaga yozinglar va obuna bo'linglar. Hopma. To'g'ri, video kichkina bo'lishi mumkin. Men bilganlarim shu. Bola bitta like bilan va bitta obuna bosib qo'yinglar. Qaranglar, 700 mingtaga juda ham oz qoldi. Juda ham ozgincha. Yana bir bor yangi Telegram kanali ochmoqdaman. U Telegram kanali ссылкасini kommentariyaga qo'yib qo'yaman. Hamma xayr.